2024-yil 2-iyun paneli bosilgan kecha. Birinchi podval. Bu koridor tagi. Bu yerga hammasiga monolit qo'yiladi. Oxirigacha. Mana oralariga apalabga qo'yib siqiladi. U oralar. Panel siqilarga. Panel yomon emas, chotki. Bu yerga 66 lik panel tashalgan. Endi shunda 66 bo'lsa, bu yoqda 2. Где-то 8 metr eniga. Mana bachog'ini kechagina kranda tushirib oldik. Bu yerda kotelning tagidan suv montaj qilamiz. 1 tonnalik bachok o'sha yerga tushadi. Narigi tomonga 4 tonnalik bachok yer tagiga ko'mdirib, buni bu yerga zapas qo'yamiz. Poployga qo'yamiz. Doim 1 tonna suv to'la turish uchun. Bu yoqdagi 4 tonnadan samoxod keladi. Poploy o'zi kerakli payt ochib yopaveradi. Shu yerdan suv montajlab ketadi. Hammomga, oshxonaga. Bu yer oshxonaning pasti. Mana bu tarafdan yozgi oshxonaga bu yoqqa ketamiz. Yozgi oshxonadan podvalga tushamiz oldi tomondan. Lestnitsa bo'ladi bu yerda. Lestnitsa bo'lib oshxona, холодильник. Bu narsalar, un, yog' turadigan podval. Bu yerdan bo'g'amiz. Mana shu yerdan bo'g'aman. Bu yer o'rtadagi joy uy ichidan podvalga tushish bo'ladi. İchki qismidan. Bu yer o'zi asli koridor. Uy ichidagi koridor. Orqa eshik bor, orqa eshikdan kirgandagi ozginadagi podvalga tushish bor mana shu yerga. Shunda podvalga tushib, shu koridorga kelinadi. Koridordan keyin podvallarni hozir bo'lishni o'ylayapman, qayerdan bo'lish. Kirish. Bu ustunlarni olmas ekanmiz. Ular g'ish bitguncha ham hozir bizga zarurat yo'q. Kitobi bo'yicha balkalar 30 kun mobaynida umuman apalabga tegmaymiz. Mana shunaqa holatda turadi. G'ishlar bitgandan keyin olamiz. Bu tomon endi G uyimiz. Bu yerga ham panel bosildi. Bu yerga tushgan hozir shot yo'q. Bu uy orqa tarafi. Bu yoqdan oshxona bor. Oshxonadan lestnitsa bilan tushiladi. Bu yoqda garaj bo'ladi. Garajdan kirib, bu yoqdan ham shu yerdan podvalga tushishga lestnitsa bo'ladi. Shu o'rtadan qayerdandir eshik tashlaymiz. Bu yoq qo'shni taraf devor. Uni ko'tarib urib ketiladi. Bugungi kundagi holat.